Uyghur Avazı Radyo İstansiyası. Uyghur Avazı Radyo İstansiyası. Assalamu alaikum söyünlük radyo anlatıcılar. Tövende Uyghur Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışını başlayınız. Assalamu alaikum hürmetli vatandaşlar. Uyghur Avazı internet radyosu bugün sizler bilen yana qayta yüz görüştü. Bu münasebet bilen vatan içi ve sırtidagi ixlasmanlarimizga samimiy salom yollaymiz. Uyghur Avazı internet radyosu asarat ostidagi xalqimizning hür axborot uchurlarini anglash ehtiyojiga hamdamda bo'lish maqsadida bosh organi Germaniyaning Munchen shahriga joylashgan Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi tarafından tayarlanıp 2000 yılı sentabrda tunji anlatışını başlagan bulup anlatış devam kılgan yarım yılga yakın vaqt jarayonida Şarkı Türkistan'daki vaziyat, vatan sirtidagi mustaqillik davoyimiz, dünya ahlinin mustaqillik davoyimizga ko'rsatayotgan munosabatlari va boshqa temalar bo'yicha ko'plagan ahamiyatli uchur va ma'lumotlarni tarqitib vatan sirtidagi va vatan ichidagi anglag'uchilarimizning qizg'in qarshi olishiga erishgan edi. Afsuski, bir qism moddiy va ma'naviy qiyinchiliklar tufaylidan 2001 yili fevral oyidan boshlab radio anglitishimiz uzilib qoldi. Vatandoshlarımızga ma'lum bo'lganidek, yaqinqi bir mezgil ichida dunyo vaziyatida favqulodda o'zgarishlar yuz berdi. 11 sentabr voqeasidan keyin Şarkı Türkistan mustaqillik davası xalqaroga yenimi tunildi. Xitoy doiralarining Uyg'urlarni terrorist deb qaralash suiqasdi amalga oshmadi. Bu ahvolda Xitoy hukumatı Şarkı Türkistan'dagi Uyg'urlarga qaratgan siyosiy besim va bostirishini texmi kuchaytirdi. Navbatda butun Şarkı Türkistan bo'yicha ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish degan nom ostidagi siyosiy harakat boshlanib, madaniyat zo'r inqilobi davridagi siyosiy asabiylik qayta bosh ko'tardi. Bo'libmi, axborot nashriyat, madaniyat, san'at va muarif sohasidagi ta'qib va cheklash favqulodda kuchayib ketdi. Mundaq alohida ahvol ostida informatsion markazimiz navbatda dunyoda sodir bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar va uning mustaqillik davoyimizga ko'rsatilgan ta'sirini xalqimizga anglatish, xalqimizning kelgusiga bo'lgan umid ishonchisini oshirish, o'z navbatida yana Sharq Turkistondagi jiddiy vaziyatdan vatan sirtidagi qarindoshlarimizni vaqti-vaqtida xabar qilib turish zaruriyatini jiddiy his qilib, turli qiyinchiliklarni yengib, radio anglatishni qayta boshladik. Vatandoshlarimizning bizni qo'llashini, bizni ahamiyatli uchur, xabar va maqolalar bilan ta'min etishini, shuningdek anlatishlarimiz haqida fikr, talab va takliflarni berishini umid qilamiz. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida sizlar tabrik nutqini oldinglar. Hamda yangi yildan buyon Sharq Turkistonda yuz bergan muhim voqealarni diqqatingizga sunamiz. Bu yıl 5 yanvar günü Ürümçi Xalq Sarayı'da ötküzülgen yeni yıl keçiligida Tursun Ahmet isimli Uygur şairinin şiiri okuş vakası yüz berdi. 11 yanvar günü Uygur Abdunum Rayonluk Partikum Ürümçi'de kadrlar yığını içip Tursuncan Ahmet'nin şiiri hakkında yoşurun okşutuş usulü bilen milli bölgünçilik ideyası targıp kılıngan degan xulosa chiqarilgan hamda mushu voqeani bahona qilib Şarkı Türkistan miqyosida bir qatimliq ideologiya sohasida milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish qarori chiqarilgan. Bu yil 24 yanvardan 26 yanvargacha Germaniyaning München shahrida Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyi doimiy komitetining 1-navbatlik kengaytirilgan yig'ini ochildi. 31 yanvar kuni Urumchida Uyg'ur Abdunum Rayonluk Partikum atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi turish harakatini qanot yaydirish bo'yicha
qayta tarbiya elish faoliyatini qanot yaydirish to'g'risida safarbarlik yig'ini ochgan. Yig'inda Wang Luchan va Qorchoq rais Ablat Abdurishitlar so'z qilib, bu qitimqi harakatning butun ma'rif, adabiyot, san'at, axborot, nashriyot, radio, kino, televiziya, internet tori qatorliq sohalarda markazlik elib berilganligini ko'rsatdi. 4-fevral kuni Uyg'ur Abdunum rayonlik partikumining Qorchoq sekretari Ismoil Tilvaldi ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi turish harakatini qanot yaydirish bo'yicha qayta tarbiya elish harakatini muarif sohasida qandoq elib berish haqida uyushtirilgan yig'inda so'z qilib, ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi turish kunishini qanot yaydirish harakatini butkul muarif sohasi va maktablarda uzoqcha elib berib, muarif sohasini partiya va hukumatning qo'lida mahkam tutib turishimiz kerak deb bildirilgan. 12-fevral kuni Qirg'iziston poytaxti Beshkek shahridagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur tijoratchilarining savdo bozori Tor bozorda favqulodda zo'r o't ofati yuz berib, bozor tamoman xarobiylikka aylangan. 20 va 21 fevral kunlari Amerika prezidenti janobi Bush Xitoyda 2 kunlik rasmiy ziyoratda bo'ldi. Ziyorat davomida Xitoydagi kishilik huquq va diniy erkinlik masalalarini o'ttirg'a qo'ydi. Musulmonlarning yilda bir keladigan muborak Qurbon hayit namozi o'qiladigan kuni Qashqar shahrining Qo'g'on yezisida yezilik hukumat doiralari yezi tavasidagi 300 dan ortiq o'qituvchini Qurbon hayit namozini o'qitmaslik uchun majburiy yezilik hukumatga yig'ib olgan. Fevral oyining oxirlarida Qashqar viloyati tavasida elib berilgan muarif sohasidagi milliy bo'lgunchilik qilmishlarini aniqlash va o'qituvchilar qo'shinini saflashtirish nomi ostidagi siyosiy harakatda Fayzovat noyisining Shaptul yezisida 12 o'qituvchiga diniy faoliyatga qatnashdi degan ayblash bilan jazo berilgan. Bulardan 2 o'qituvchi xizmatidan haydalgan. Qolganlarining bir daraja maoshi elib tashlanib, muarif sohasidan yo'tkib etilgan. 1-mart kuni Urumchi shaharlik hukumat birlik sab bo'lim boshliqlari yig'ini chaqirilgan. Yig'inda Urumchi shaharlik partikomining muavin sekretari Xiyiming diniy zotlarni Xinjiangning amaliyatiga, vaziyatning ehtiyojiga uyg'un keladigan fatvolarni berishga da'vat qilish kerak deb jo'ylagan. Diniy zotlarimizni islom aqidalarini xohlagancha buzishga, o'z e'tiqodidan yuz o'rishga qistagan. Mart oyi kirishi bilan Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, shahar, nahiya va yezilarida atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish bo'yicha qayta tarbiya elish nomidagi siyosiy harakat avj oldirilgan. Aqsu, Qashqar va Xotan qatorliq janubiy viloyatlarda har qaysi sistemlar bo'yicha arqa-arqadan safarbarlik yig'inlari ochilgan. Uyg'ur maktablarda har kuni tushdan keyin va shanba kuni butun kun siyosiy o'rganish qilinib, o'qitish ishlari faoliyat chalg'i tushib qolgan. Sharq Turkistonda siyosiy harakat boshlangandan buyon internet to'rxonlariga bo'lgan nazoratchilik alohida kuchaytirilgan. Oldin qapti Xitoy doiralari Pochta Telegraf idorasining nomidan uqtirish tarqitib, to'rdagi axlatlarni bartaraf qilish va to'rxonani tartibga solish bahonasida janubiy viloyatlardagi Uyg'urlar ochgan internet choyxonalari majburiy taqib etilgan. Qashqar shahrida 6 nafar Uyg'ur yosh cheklangan aksiyatchi mazmundagi chat el to'rbetini ko'rgan degan ayblash bilan qamab qo'yilgan. O'z muxbirimiz Muzdavonning Aqsudan yo'llagan xabari. Aqsu jamoat xavfsizlik boshqarmasi yaqinda xizmat ko'rsatganlarni mukofotlash yig'ini chaqirib, o'tgan yarim yil davomida qochqin jinoyatchilarni tutish bo'yicha xizmat ko'rsatganlarga 100 ming yuan pul tarqatib bergan. Yig'indan ma'lum bo'lishicha, oldingi yarim yilda Aqsu viloyati bo'yicha nazorat va viloyat darajalik tutish buyrug'i chiqarilgan 70 dan ko'p odam tutilgan bo'lib, ularning mutlaq ko'pchiligi siyosiy sababdan tutish buyrug'i chiqarilgan Uyg'urlar ekan. Hukumat soqchi doiralarining Uyg'ur mustaqillik kuchlarini texmo qattiq bostirishiga ilhom berish uchun mushundaq mukofotlash chorasini yo'lga qo'ygan. 9-mart kuni Wang Luchan Beijingda ochilgan Xitoy Xalq qurultayining 5-qitimliq yig'inida Xinjiang muxbirlari bilan o'tkazgan uchrashishida buningdan keyin Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur maktablarida 3-sinfdan boshlab Xitoy tilida dars o'tiladiganligini jakalagan.
Bu qarar qandaqdı? Uyg'urlarning sapasini yuqori ko'tarish maqsadida chiqarilgan bo'lmasdan, balki Xitoy mustamlakachi doiralarining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish qadamini tezlatish va millat sifatida yo'q qilish suiqasdini tezroq ishga oshirish maqsadida chiqarilgandir. 11 mart kuni Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat maxsus uqtirish chiqarib, ishkir Xitoydan Sharqi Turkistonga kelgan oqqon Xitoylardan elindigan 4 turli haqni bekor qilgan. Aniqki bu farmon Xitoy ko'chmanlarining Sharqi Turkistonga texmi ko'plab kelish uchun qilingan hukumat chaqiriqidir. Yana 11 mart kuni Urumchida Xinjiang traktor zavodining 1000 dan ortiq ishchisi ko'chaga chiqib norozilik namoyishi o'tkazgan. Namoyish qiluvchilarning ko'pchiligi Xitoylar bo'lg'achqa, hukumat ilgirki Uyg'urlarning namoyishlariga qilganining tamoman aksicha bu qatimqi namoyishga hech qanday siyosiy tus bermagan. Namoyishchilarning fikr talablariga darrov quloq solib, noit siliq muomala bilan namoyishlarni tarqitishga muvaffaq bo'lgan. 3 martdan 13 martgacha va 5 martdan 15 martgacha Xitoy siyosiy kengash 9 navbatlik qurultayining 5-qatimliq yig'ini va Xitoy mamlakatlik 9 navbatlik xalq qurultayining 5-qatimliq yig'ini Xitoy poytaxti Beijingda ochildi. Öz muxbirimiz Uşqunning Urumchidan yo'llagan xabari. 18 mart kuni Urumchining har qaysi rayon, nahiyalarida vazifa o'tayotgan asos qatlam qurolli qism kadrlarining kollektiv harbiy ta'lim-tarbiya safarbarlik yig'ini Urumchi shahrida chaqirilgan. Bu qatimqi cho'ng tarbiyalashga 100 dan ko'proq asos qatlam qurolli saqchi kadrlari qatnashgan bo'lib, o'rganish muddati 7 kun bo'ladi ekan. Yig'inda Azadlık Armiya Urumchi harbiy rayonining qo'mondoni Gayli so'z qilib, bu qatimqi tarbiyalash faoliyatining milliy bo'lgunchilik va terroristlik qilmishlariga bo'lgan tonishni o'stirish, yeni tipdagi qurollarni unumli ishlatish va munosabatlik harbiy bilimlarni puxtalash qatorliq mazmunlarda elib berilganligini ta'kidlagan. Yangi yil kirgandan buyon Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda bir tarafdan atalmış ideologiya sohasidagi milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashni qanot yaydirish degan siyosiy tashviqot harakatini avj oldirsa, yana bir tarafdan Sharqi Turkistondagi harbiy kuchini zo'raytib, saqchi va jandarmalarga turli safarbarlik xizmati ishlash orqali Uyg'urlarga texmi qattiq propoz qilib tahdid selyotdi. Ular Uyg'urlarning yurgini texmi qattiq mo'jish uchun turli harbiy manevralarni o'tkazib, o'zlarining harbiy kuchini ko'z-ko'z qilmoqda. Ma'lumotlarga asoslanganda, oldingi bir qancha oy davomida Xitoy hukumatı Afg'oniston urushi va Kashmirdagi to'qinishlarni bahona qilib, Sharqi Turkistonning Qashqar va Xotan rayonlariga ko'p miqdorda yangidan harbiy qo'shin yetkazib kelgan. Xitoy Muharib Ministerligi Tiliyazlik qo'llanish bo'limining muavin bo'lim boshlig'i Chang 3-oyning 18-kuni Urumchiga kelib, 1992 yildan boshlab yo'lga qo'yilayotgan Xitoy Uyg'ur tilida qo'sh tillik o'qitish xizmatini ko'zdan kechirgan va Uyg'ur avtonom rayonidagi har qaysi muharib organlarga bu xil qo'sh tillik o'qitishni kuchaytirishni umumlashtirish haqida yo'l yo'riq bergan. Egallanishicha, Urumchi rayonida Xitoy Uyg'ur bolalari aralash o'qitiladigan boshlang'ich o'rta maktabdan hozirga qadar 150 ga qurilib bo'lgan. Navbatda Urumchi tavasida 70 mingdan ko'proq milliy o'quvchi mushundaq maktablarda o'qiydi ekan. Sharqi Turkistonda Uyg'ur maktablarining o'qitish sifati azaldan Xitoy maktablarininkidan tuvan bo'lib keldi. Buning tub sababi Xitoy hukumatining Uyg'ur muharibini iqtisodiy jihatdan qisib, Uyg'ur muharibini pala chalg'i keltirib qo'yishidan kelib chiqdi. Uyg'ur muharibiga solingan mablag'ning ozligi va texnik va boshqa sohalarda Xitoy hukumatining Xitoylarga bir xil, Uyg'urlarga bir xil siyosat elib berishida bo'ldi. Ammo Xitoy doiralari bu amaliyotga ko'z yumib, Uyg'ur muharibining sifat masalasini Uyg'ur tiliga ortib qo'yib, Uyg'ur maktablarida Xitoy tilida dars o'tishni Uyg'ur muharibining sifatini yuqori ko'tarishning birdan-bir chorasi deb oldi. Hamda 90-yillardan boshlab shaharlardagi Uyg'ur maktablarida Xitoy tilida dars o'tiladigan atalmış tajriba sinflarini barliqqa keltirdi. Mohiyatda bu
Xitoy hukumatining Uyg'urlarning milliy mavjudligini yo'q qilishga qaratilgan qabih siyosiy suiqasdining bir qismidir. Chunki bir millat o'zining milliy tili bilan mavjud bo'lib turadi. Milliy tilini yo'qotgan millatning milliy g'urur, milliy iftixor, milliy ishonch tuyg'ularini yo'qoladi. Shunga tarixdan beri zo'ravon mustamlikachi millatlar mustamlikasi ostidagi millatlarning milliy qarshilik ko'rsatish ruhini yo'q qilish maqsadida ularga qarata til jihatda majburiy assimilyatsiya qilish siyosatini yurgizib kelgan. Xitoy mustamlikachi doiralarining Uyg'ur maktablarida majburiy Xitoycha o'qitishni yo'lga qo'yishimi dal shu maqsadda, ya'ni Sharq Turkistonning kelajak egalari bo'lgan Uyg'ur farzandlarini ona tilini unutildirib, xitoylashtirish, Uyg'urlarning millatchilik tuyg'usi va mustaqillik irodasini yo'qotib, oxirida Sharq Turkistonni mangulik mustamlikasiga aylantirishni maqsad qilgan. (21 mart kuni o'z muxbirimiz Ushqunning xabar qilishicha, Uyg'ur Abtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati yaqinida jamoat xavfsizligi sohasidagi milliy bo'lginchilarni bostirishda yumshoq qo'llik qilgan, pozitsiyasi sust, maydoni mustahkam bo'lmagan milliy saqchi xodimlarga qarata tozalash elib boradiganligini hamda undaqlarni aniqlab chiqib, qattiq bir taraf qildiganligini e'lon qilgan. 20 mart kuni Uyg'ur Abtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratidagi ma'lum bir Xitoy mas'ul xodim Xinjiang torbeti muxbirga axborot berib, bir qism milliy saqchi xodimlari milliy bo'lginchilarga zarba berish harakatlarida bizning kutgan yerimizdan chiqolmadi. Pozitsiyasi pasib bo'ldi. Hatto ba'zilari milliy bo'lginchilarga xabar yetkazib, qochirib o'tdi. Biz bu xil ahvollarni tekshirib aniqlaymiz. Masalasi borlarni qattiq betaraf qilamiz degan. Ko'pchilikka ma'lumki, o'tgan yillar davomida Sharq Turkistondagi milliy mustaqillik kuchlariga qartilgan bostirish harakatlarida Xitoy hukumatı milliy Uyg'ur saqchi xodimlarini hamisha safning oldiga chiqarib qo'ydi. Shunga bu jihatda eng aktivlik ko'rsatganlarmi shu milliy saqchilar. Bu jarayonda jendin ayrilib qahramon atalganlarning ko'pchiligi ham yana shu milliy saqchilar bo'ldi. Shu sababdan xalq milliy saqchilarga nafratlanib, ularni vijdonsiz g'alchilar, milliy munofiqlar deb atadi. Uning ustiga Wang Luchenning "Menga nahaq tutilsa tutilsinki, bir milliy bo'lgunchi to'rdan tushib qolmasin. Qattiq qo'lliq bo'lish, hargizmi rahim qilmaslik, avval tutib keyindan surishti qilish" degandek fashistik yo'l yurg'i bo'lg'achqa milliy saqchi xodimlarining yumshoq qo'lliq qilishi mumkin emasdi. Aksicha, xo'jayinlarning buyrug'ini oshirib ijro qilib, xizmat ko'rsatishni sharaf bilishganlar ham oz emas edi. Mushundaq ahvolda Xitoy doiralarining milliy Uyg'ur saqchilardan yanada rozi bo'lmay, ularni yumshoq qo'lliq qildi deb ayblishi, bir jihatdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan fashistlik zo'ravonlikda qaysi darajaga berib yetganligini va Uyg'urlar ustidan texmo dahshatli bostirish elib berishga hozirlanayotganligini ko'rsatsa, yana bir jihatdan Xitoy hukumatining milliy Uyg'ur saqchi xodimlariga azaldan ishonmaydiganligini ko'rsatib bermoqda. Yaqında Sharq Turkistonning janubiy rayonlaridagi bir qism shaharlarda maxsus eshak o'ltirish qushxonlari bayqalgan bo'lib, hukumat saqchi doiralari o'z oldiga shaxsiy echib olgan qonunsiz qushxonlarni tekshirib, tartibga solish jarayonida bir qancha joydagi eshak o'ltirish uusini tekshirib qo'lga tushirgan. Bunda qushxonlarda kuniga o'tir hisob bilan 40-50 eshakning go'shti setib chiqarilgan bo'lib, eshak go'shtini so'nkidan ayirish mashinasi bir necha minut ichida bir eshakning go'shtini so'nkidan ayirib bo'ldi ekan. Saqchilar bu qushqonlarning xo'jayinlaridan bunchalik ko'p eshak go'shtini nimaga ishlatilganligini so'raganida, Xitoy xo'jayinlar bu go'shtlarni har kuni uyg'urxona ochadigan Xitoy va tungallarga kilosini 3-4 yuandan setib beradiganligini aytgan. Saqchilar yana dövlab qo'ygan so'ngaklarni nimaga ishlatilganligini so'raganda, Xitoy xo'jayini hech tap tortmasdan biz bu so'ngaklarni Shixanzidagi tam tetitqu zavodi,
ya'ni Weixingchangga setib beramiz. Ular bu so'ngaklarni pishiqlab ishlab, tam tetitqi qilib yasab sotadi degan. Hozir Urumchi va janubdagi bir qism cho'ng shaharlarda beshiga oq shapaq do'ppi kiyib olgan, o'zini Tungan deb atib olgan Xitoy uyg'urxonlari va rasmiy tunganlarning uyg'urxonlari nihoyat ko'payib ketgan bo'lib, Uyg'ur yoshlari, o'ttir boshlang'ich maktab o'quvchilari bundaq oshxonalarning uyg'ur eshini arzon va tamlik deb ichishga o'rganib ketgan. Haqiqiy ahvoldan xabarsiz Uyg'urlar o'zlarining eshak go'shti to'g'irgan uyg'urni ichib yurganligini bilmagan. Gerçi saqchi doiralari bu qushxonlarni qonunsiz holda shaxsiy echib olgan deb tartibga solgan bo'lsa-mu, eshak go'shtini Uyg'urlarning uxmay yeb ketishining oldini oladigan hech qanday tadbir va tashviqot olib bormagan. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bugün 21 Mart, mübarek Noruz bayrami. Bu münasebet bilen barçanızga Noruz salımı yollaymiz. Noruz bayramınla qutluk bolsun. Noruz bayrami Türkiye xalqlarga ortaq bolgan an'anaviy milliy bayram bolup, ajdodlarimiz har yili mushu kunni yangi yil va bahor bayrami sifatida katta dag'dug'i bilan kutib olgan. Qadimqi asarlardagi xotiralar va ota-bobolarimizning hikoyalaridan ma'lum bo'lishicha, har yilgi Noruz bayrami kunlarida kishilar chiroyli kiyinib, bahor ko'katlari bilan bezalgan dalalar, buloq bo'ylari va go'zal manzarali joylarga yig'ilib, bir-birini qutlaqlaydi ekan. Noruz eshi ichidi ekan. Noruz nazmisi quchib, bazmi quchib, tantana qiladi ekan. Yana ot baygisi, o'g'loq tortishish va boshqa har turli faoliyatlarni o'tkazib, jasoratini urg'otar ekan. Qisqasi, Noruz bayrami oddiy bir bayram emas, balki kishilarga, bo'libmi yosh avlodlarga milliy an'ana, san'at va go'zallik tarbiyasi beradigan haqiqiy bir maktab. Shuningdek, xalqni o'mlashtiradigan, kishilarning kelajakka bo'lgan umid ishonchilarini urg'otadigan katta milliy qurultoy bo'lgan ekan. Afsuski, mushundoq esil milliy bayramimiz vatanimiz Xitoylar tarafidan besib olingandan keyingi kunlar davomida hokimiyat tayanchidan ayrilib qolib, burunqi saltanatini yo'qotgan. Hatto untulishga yuz tutgan. Bo'libmi Sharqi Turkistonda kommunist Xitoy hokimiyati o'rnatilgandan keyin Noruz bayrami ko'plagan milliy qadriyatlarimiz qatori ko'niliq va feodalizmning qoldig'i deb qaralib, bir mahal tamoman man'iy qilingan edi. Garchi 80-yillardan keyin Noruz bayramimiz qayta oqlanib, go'zal milliy an'anamiz sifatida e'tirof qilingan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati tomonidan rasmiy bayram sifatida tonilmadi. Sharq Turkistonda 10 necha yildan beri har yilgi Noruz bayrami faqatla 1-2 soatlik san'at faoliyati bilan va shu faoliyatda o'qilgan Noruz nomalarini televizorda ko'rsatish orqali tabriklanib keldi. Bu xil tabriklash kishilarga Noruz bayrami kelganidan xabar yetkazgandan boshqa Noruz bayramining haqiqiy qimmatini qilchi namoyon qilib berolmadi.
Sharqi Turkistonga ro'shan selishtirma bo'lgan holda O'rta Osiyodagi qarindosh O'zbek, Qozoq, Qirg'iz va Turkman xalqlari o'z mustaqilligini qo'lga olgandan keyin Navro'z bayramini eng cho'ng milliy bayram sifatida qabul qildi. Ular har yilgi Navro'z bayrami kelishdan necha oy burunla bayram tayyorligiga kirishdi. Bayram kuni davlat arboblari va avomning qatnashishi bilan katta tabriklash faoliyatlarini o'tkazdi. Albatta, bu ularga mustaqillik ato qilgan ne'mat. Mustaqillikning xosiyati. Ishonimizki, bizmi bir kun mustaqil bo'lib, Navro'zni katta tantanalar bilan kutib olamiz. Alloh bizni shu kunlarga yetkazsin. Muborak Navro'z ayyomi barchamizga yangi umid va ishonch ato qilsin. Hurmatli radio anglag'uchilar, Navro'z bayramini tabriklash munosabati bilan ana vatanimizda to'nilgan muzikat va naqshchi artistlarning Kurash Ko'san va Ablimit Tursun studiyamizni ziyorat qilib, ziyorat jarayonida navbatda mamlakat ichi va sirtida o'tkazilayotgan Navro'z bayrami haqida qisqacha to'xtalib, mundaq dedi. Navro'z bayrami haqiqatan milliy bayram ham an'anaviy bayram. Shundaqla milliy kimligimizning bir belgisi. Avlodlarga milliy tarbiya berishning bir maktabi. Ammo Sharq Turkistonda men 3 qatim Navro'z faoliyatiga qatnashdim. Faqat televizorda naqsha o'qish bilan cheklandik. Chunki keng ko'lamlik Navro'z bayrami o'tkazish hukumat tarafidan e'tirof qilingan emas. Faqat Uyg'ur xalqi shu yuksak darajadagi besim ostida millatparvar zatlarimizninki yetakchiligi uyushtirishi bilan bu Navro'z kechaliklari bilan cheklanyapti hozir. Ana shu Navro'z bayramida ataman Navro'z buloq degan naqshini aytgan. Chet elga chiqqandan keyin boshqa turkiy millatlarningki Navro'z faoliyatlariga qatnashdim. Masalan, Turkiyada qatnashdim, Qirg'izistonda, Qozog'istonda. Ammo o'zimizningki chet eldagi cho'ng'aroq bir Navro'z faoliyatiga men qatnashish imkoniyatiga ega bo'lmagan edim. Bu qatim men Germaniyaga keldim. Germaniyadagi barliq vatandoshlar bilan birlikda kichikroq doirada bo'lsa-mu, bu Navro'z faoliyatini o'tkazamiz. Demak, Navro'z bayrami turk millatlarininki an'anaviy qadimiy bir bayramlari. Yuqorida Kurash apandim deb o'tib ketgandek, faqat mamlakatda bir oqshomlik san'at kechaligi bilan cheklanib, bir naqsha yoki bir kuldirgularla o'tkazib kelgan edik. Ham yaqindan beri Yevropada yashayotgan Uyg'urlar o'zaro maslahatlashib birlik qilish asosida mushadagi ba imkon bo'yicha Navro'z bayramini bir qutlash maqsadida 23-yilda Germaniyaning München shahrida Navro'z bayrami o'tkazish uchun bir san'at kechaligi o'tkazib tayyorlik qilyapmiz. İnşallah şənbə günü saat 7-də bu Navro'z bayrami o'tkaziladi. Ham bu san'at kechaligi munosabati bilan vatanimizdagi barliq qarindoshlar, jabokash xalq, barliq izilayotgan, turmalarda pig'onliq ingrayotgan qarindoshlarimizga oliy salom yo'llaymiz. Ularning turmalarini baldirroq chiqib, ota-ona urug' tuqqan qarindoshlar bilan tezroq ko'rishib, xotirjam hurlik hayotga erishishni Allohdan tilaymiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Qozog'iston Jumhuriyati Olmaota shahrida turishliq bir to'p olim, san'atchi, jurnalist va tijoratchilarning qo'shilishi bilan Uyg'ur Milliy Ittifoqi nomida bir jamiyat qurildi. Bu jamiyat 2002-yil 2-oyning 14-kuni rasmiy hukumatdan ro'yxatdan o'tib tasdiqlandi. Uyg'ur Milliy Ittifoqi nomidagi bu jamiyat o'z nizomnomasi bo'yicha tövandikidek faoliyatlarni olib boradi. Madaniy muarif, adabiyot, san'at, tarix va ijtimoiy sohalarda Qozog'istonda va xalqaroda Uyg'urlarning qonuniy haq-huquqlarini himoya qilish va bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur tashkilotlari bilan aloqa qilib, navbatda Uyg'urlar masalasining xalqaro sahnada tegishli o'rinni olishida hamkorlashishni umid qiladi. Adres 480 4 Qozog'iston, Olmaota shahri,
Geltoqsan koçisi, bina 37A 413. öy. Telefon 39 95 52. Uyghur Milli İttifaqının reisi Profesör Şerifxan Nadirova. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqorida Uyğur Avazı radiosunun Uyğurca anlatışını diqqətinizə sunduk. Köngül qoyub anlığınızға rəhmət. Kelər qıtımlıq anlatışımızı görəcəyik. Xeyri xoş. Thank you.